tugadi, bo'pti. Xiyonat. Yanami? Xafa bo'lmang. Birinchi marta emas-ku. Oxirgisi ham emas. Har doimgidek biz aybdormiz. Ular oppoq. Biz yomonmiz. O'zimizga qaramaymiz. Erimizni qo'ynini ololmaymiz. To'ppa to'g'ri. Deb o'tiravermasdan sal o'rningizdan turing. Oppoqi sal bundoq o'zingizga qarab yuring. O'tirasiz kun bo'yi qayerdasiz er-erlab, er ishdan qaytganida yurasiz sasib terlab. Qachon losyon surilgan bu jonivar badanga, sochli figushka chigal bir hafta taralmagan. Bechara er ishdan charchab uyiga qaytganida bitta xoda turadi, o'ziga qaralmagan. Yuravering bahona qilib. Bolalar bilan vaqtim yo'q. Ko'chada kena ishganlar eringizga sadoq. Xohlaysizmi bittada eriz deydi janimka. Bu uchun yordam beradi. O'sha mashhur xonimka. Bitta surasi teringizni yaltiratadi. Hidi boru ishonavering, qaltiratadi. Voy bu hidlar shoirga she'r yozdirib yoradi. Sog' odamni ham aqlidan ozdirib yoradi. Bitta sepas bo'ldi. Gullab lolalab ketasiz. Bunday yomg'irdan keyin aniq bolalab ketasiz. Xonimkaning maqsadi oila buzilmasin. G'inajin kirsa ham buqaning iplari uzilmasin. Bu videoni o'zingizning buqangizga jo'natib qo'ying.